bitta folbinga borgan odam qayta boraveradi. To'xtata olmaydi o'zini. Chunki уже зависимый bo'ladi. Nimaga? Struktura yopishadi. Folbinlarning strukturasi sizga yopishadi. Tushunyapsizmi? Ular to'ppa-to'g'ri jin unga aytib turadi. Mana bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi deb podskaska qiladi. Haqiqatda u dunyodagi ulardagi bor informatsiyani tepadan olib bunga beradi. Lekin nimani hisobida? Sizni iymonsizlantirish hisobida. Sizni Xudodan qaytarish hisobida. Tushunyapsizmi? Va buning javobi bor. Buning jazosi bor. Shuning uchun ham borma degan, ishonma degan. Понимаешь? Просто Allohga tavakkal, nimaki bo'lsa bu meni yo'lim, men uchun xayrlisi bo'ladi. Всё, idите, qo'rqib bitta folbinga boraylik, bitta issiq sovuq qilaylik, falonchi o'qib qo'yibdi meni, shuning uchun shunaqa bo'lolmang. Ishonmanglar. Ishondingizmi bo'ldi, kuchingiz ketdi. A struktura, который folbinlarni вот это qora magiya bilan shug'ullanadigan odamlarning strukturasi juda kuchli bo'ladi. Ya'ni qora jinlar bo'ladi. O'sha jinni вот это qora сущностьlar. Ular nima qiladi? Ular pitatsiya qiladi sizlardan. Ularning vazifasi shu. Shuning uchun dunyoda oq va qora kuchlar doim bir-biri bilan jang qiladi. Bitta odamning ruhi uchun. Yo siz shayton tomon bo'lasiz yoki siz Alloh tomon bo'lasiz. Shuncha Alloh tomon bo'lish uchun faqat fikrni, hamma narsani Xudoga qaratib borish kerak. И постоянно mana Alloh meni tozalaydi. Всё, Alloh tozalasa sizga hech narsa hech qachon xavf solmaydi. Hech kimning issiq sovug'i, tatari o'qiydimi, yevreyi o'qiydimi, boshqasi yahudiysi o'qiydi, farqi yo'q. Sizga ta'sir qilmaydi, chunki Xudo meni himoya qilyapti. Xudo meni usti bilan hamma narsani olib tashyapti. Bo'ldi, shunga ishoning, shunga.